Ko'pchiligimiz juda ham noshukur odamlarimizda. Endi qarang. Yomg'ir yog'sa yaxshi-ku mana. Yomg'ir tinmayapti, yog'yapti, ko'p yog'di tinsa bo'ladi deymiz, lekin bu yog'ani ham normalni yog'ib o'tiribdi. Hammasi joyida. Chang-to'zon bo'lani yaxshimi? Chang-to'zon bo'lsa, ko'zingiz og'riydi, boshingiz og'riydi, turli xil kasalliklarga chalinasiz. Ondan ko'ra qo'ying yog'sin mana. Hozir shukr qilish kerak. Xudoga shukr. Yomg'irga yetkazdi. Yog'ganiga shukr deb bir shukrona keltirish kerak-da, berganiga shukr qilish kerak. Chang-to'zonlarda qiynalib yurgan kunlarimiz endi o'tib ketdi bo'ldi. Tandirlar buzilgan vaqtlar eslang-lar. Bechora tandirlar. Tandirda samsa yopadiganlar, non yopadiganlar qiynaldi rosa. Havo toza. Hamma soppa-sog'. Yetkazganiga shukr.